Yoshlarni zamonaviy kasblarga o'rgatish, ta'lim jarayonlarini amaliyot bilan birga olib borish hamda kasbiy madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada huquqiy baza mustahkamlanib, hududlarda tizimli ishlar olib borilyapti. Buxoro viloyatida ham kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlar bosqichma-bosqich takomillashtirib borilmoqda. 2026-2027 o'quv yilida Buxorodagi 21 ta kasbiy ta'lim tashkilotlarida xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlari joriy etish rejalashtirilgan. Hozirga qadar viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi tomonidan 13 ta muassasada xalqaro ta'lim dasturlari asosida hamkorlik yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan Germaniyaning Aksaniya Bildung kompaniyasi bilan hamkorlikda respublikamizning 6 ta texnikumida nemis ta'lim dasturi asosida Ausbildung tizimi joriy qilingan bo'lsa, shulardan bittasi Buxoro shahar 2-son texnikumida samarali faoliyat yuritmoqda. Hozirda bu joyda logistika hamda qurilish texnologiyalari yo'nalishlarida 116 nafar o'quvchi tahsil olyapti. Buxoro shahar 2-sonli texnikumda hozirda Ausbildung yo'nalishida ombor logistika sohasi bo'yicha o'qiyapman. Men bu yerga kelgan paytim A2 darajada edim va 5 oy ichida B2 darajada ega bo'ldim. Ustollarim berayotgan bilimlarga evaziga men Germaniyaga o'zimning yo'nalishim bo'yicha o'qishimni davom ettirmoqchiman. Shuncha shart-sharoitlar va nemis tilini bepul o'rganayotganimiz uchun Prezidentimizdan juda katta minnatdorman. Bugungi kunda viloyatdagi kasbiy ta'lim tashkilotlarida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish, o'quvchilar uchun amaliyot bozorini tashkil etish, dual ta'lim shaklida kadrlar tayyorlash, rahbar va pedagog kadrlarning malakasini oshirish, ularning stajirovkasini tashkil etish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, Buxoro shahridagi 1-son texnikumida ham ishlar samarali tashkil qilingan. Texnikumda bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha ish beruvchi nafaqat mahalliy, balki xorijiy korxona tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash borasida qator ijobiy natijalarga erishilyapti. Bu joyda Angliyaning xalqaro Pearson kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan kasbiy yo'nalishli ta'lim dasturi joriy qilingan. Kasbiy ta'lim maskanlarida ayni chog'da dual ta'lim tizimi keng joriy qilinmoqda. Xususan viloyatning eng olis hududida joylashgan Qorovulbozor tuman texnikumi ham hududdagi mototsikl ishlab chiqarish zavodi bilan hamkorlik natijasida yuqori samaradorlikka erishmoqda. Bunday turdagi ta'lim tizimi bizlarga korxonamizda yosh malakali mutaxassislarni o'zimiz tayyorlash imkoniyatini beradi. Imkoniyatlar va qulayliklarni hisobga olgan holda bugungi kunda korxonamiz a'zolari yanada ko'proq yosh malakali mutaxassislarni ish bilan ta'minlashni rejalashtirganmiz. Men Qorovulbozor tuman texnikumida avtomobillar ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish dual ta'lim sohasida o'qiyman. Dual ta'lim sohasi tufayli men o'rgangan nazariy bilimlarimni amaliy o'rganish imkoniyatiga ega bo'lyapman. Prezidentimizning Oliy Majlisi O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida mamlakatimizda aholining farovon yashashining birdan-bir yo'li ularni aniq va talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish, daromadli ish o'rni bilan ta'minlashga bog'liqligi alohida ta'kidlandi. Bundan tashqari, yaratib berilayotgan imkoniyatlar tizimida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Endilikda aytib o'tishimiz joizki, Buxoro viloyatida 4,5 mingga yaqin o'quvchilar dual ta'lim tahsil olmoqda. Kelgusida davlatimiz rahbari yaratib bergan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda biz mana shu o'quvchilar sonini 10 ming nafarga chiqarishni reja qilganmiz. Muxtasar aytganda, Buxoroda o'rta bo'g'in kadrlarni tayyorlash, texnikumda o'qitish va ularni yuqori daromadli kasblarga tayyorlash borasida maqsadlar katta olingan. Buning uchun yetarli darajada imkoniyat va sharoit bor. Bu esa kelgusida barcha sohalar rivojida muhim o'rin tutishi bor gap.